oilam dars ketishiga bir baho qo'ygan. Qachonki ish va oila balansini buzganimda. Ishonasizmi, ishga shunaqangi berilib ketgan vaqtim bo'lganki, boshim shunaqa devorga urildi va shunaqangi yorildi. Ayni mana shu daqiqada esa menga ish vafo qilmadi. Oilam vafo qildi. Va bilasizmi, turmush o'rtog'im menga shu jumla aytdilarki, bu jumla mening hayotimni tubdan o'zgartirdi. Bola, sen qanday statusda ishlashingdan qat'iy nazar, qanaqangi korxonaning rahbari bo'lishidan qat'iy nazar, sen mening jufti halolimsan, mening halovatimsan, farzandlarim onasisan va oilam bekasisan. E'tibor qilgan bo'lsang, mana shu 4 ta'rifning bittasida ham rahbarsan deganim yo'q. Demakki, mening oldimdagi sening maqoming ayni mana shu holatda. Shuni unutmasangina, shuni bilsangina, keyin ishni boshla dedilar. Va bu qonun mening hayotimda ishlab kelyapti. Bilasizmi, oila va ish balansi deganda ko'pchilik oila bilan ishni teng ishlashni tushunadi. Yo'q. Hech qachon. Oila va ish balansi mana bunday bo'ladi. Oila birinchi o'rinda, ish mana bu yerda. Mana bunday bo'lsa ham ishoning balans buziladi. Chunki oila bu muqaddas. Uning muqaddasligini anglagan holatda siz ish boshlaysiz va albatta barakali bo'lasiz.